Beshkapada ustamiz, legendaga purjinani qo'yyapti. Usta endi nima xizmatlar bor bu yerda? Motor, avtomat korobka xizmatlari bor. Avtomat korobkani ko'rsatingchi, usta yuringchi. Avtomat korobka ham qilib yurasiz Cobalt-larni. Cobalt kelgan bu kavrim. Mana bu Cobalt avtomat korobka kelgan, so'zlash remontga. Remontga kelgan. Nima uchun kelgan endi sababi? Filtrni vaqtida almashtirmaganda aka mana. Ko'rasizmi? Bu mazot bo'lib ketgan bu. Moyda almashtirmagan vaqtida filtr to'lib qolgan. O'shancha obrotlar yo'qolib qolgan. O'zi avtomat korobkalar necha mingga almashtirish kerak? 35 ming, uzoq 40 mingda moyni almashtirish kerak. Filtrichi? Filtri 100 mingda almashtiradi. Qiziqqan aka-ukalar mana Leno Beshkapaga kelaveradi. Usta telefon nomeringizni ayting, telefonda keladiganlar ham bor-da. 77lik 163 0404. Qiziqqan aka-ukalar kelaverasizmi? Cobalt avtomat korobkasi mana shunday holatda bo'lar ekan. Luboy Cobalt avtomat korobkasi kelaverasiz, yilini farqi yo'q. Luboy jen mashina avtomat korobkasi. Kelaverasiz, Leno Beshkapaga manzilimiz. Yo'l ustini olib ko'rsatib beramiz, lokatsiyasini. Hozir mana yo'l usti mana Sina tomondan kelishda mana bu tomoni yo'l ustiga, bu tomoni ha bozordan kelishda mana 8-mart yo'lida.